ko'p qavatli uydan xonadonlar sotib olish uchun pul to'lagan 50 nafardan ortiq fuqarolar nomidan murojaat kelib tushdi. Unda aytilishicha, murojaatchilar uy uchun to'lovni amalga oshirishgan bo'lsa-da, o'zlariga tegishli xonadonga ega bo'la olmay sarson. Boy suvlarga rasmiylashtirib berilishi kerak bo'lgan ko'p qavatli uy kredit evaziga garovga qo'yilgan. Muxbirimiz mazkur murojaat bo'yicha vaziyatni o'rgandi. Men kvartirada turaman. Uyim yo'q meni. Men shuga qarab o'tiraman. 50 dan ortiq xonadon egalari uysiz qolmoqda. 19-yil biza xonadonni olmoqchi bo'lganimizga 3 yilga beramiz degan va'da bergan edi. Endi qizim uzoqda ishlaydi, kuyovim ikkalasi. Shunchalik ham endi kuyayapmanki, qizimni azob tortganlarini chet elda. 2019-yilda quruvchining va'dalariga ishongan bir necha fuqarolar 2021-yilda xonadonlarning kaliti qo'llarida bo'lishiga ishonib, har oy uchun to'lov qilib kelishgan. Mana 2025-yil kelgan bo'lsa ham hanuz aholiga uylar topshirilmagan. Uy bitib bo'lgan edi 2022-yil kuz oyida, lekin hech kimga rasmiylashtirib berilmadi. Borsak, hali unisi yo'q, hali bu yo'q, karantin bo'ldi, ichi qoldi, bo'lishimiz kerak. Turli xil vajlar ko'rsataverdi. Ma'lum bo'lishicha, quruvchi 2023-yilda ushbu aholiga topshirilishi kerak bo'lgan turar joy majmuasini bankdan kredit olib garovga qo'ygan. Masalan, ikkita bankni ichki shartnomasini olish mumkin emas sir deydigan bo'lsangiz, bank bittada. Borib to'lab kelib, nima qilib yurasizlar? Bega kelsak 2024-yil bilsak agar, o'sha noyabr oyiga bilib qoldik. Bilganimiz yo'q. Bizlarda ogohlantirishgan emas-da. Bank kelganga ham savol berdik. Ular ham bilmaymiz edi. Nima uchun bizlarda misol to'laganmiz, sizlarga to'laganmiz, boshqa bankka to'lamabmiz. Nima uchun shu uni olgansizlar, garovga ollaringiz. Shu nima sababdan shu garovga olganligini tushunmay qoldik-da biza. Voqea joyiga to'plangan fuqarolar bir necha yillardan buyon uyli bo'lish istagida yig'ib terib xonadon uchun to'lov qilgan. Bugun ular tadbirkor qarzdorligini qoplamagani uchun uylar sotuvga chiqib ketishidan xavotir olmoqda. Bu kishi kreditni foizlarini ham to'lashmadi. Bank bularni sudga berishdi. Bank bilan sud bo'ldi. Unda iqtisodiy sud qaror chiqarib berdi. Foizni ham, uni ham, pulni ham, asosiy qismini ham qaytarmaganligi uchun mulkka qaratish haqida. Hozir bankda hamma hujjatlar taxlangan. Bu uyni qayta sotuvga, auksionga qo'ymoqchi. Natijada 40 dan ortiq xonadon yana uysiz qolyapti. Voqea joyiga yetib kelgan quruvchi fuqarolarga navbatdagi va'dasini berdi. Men aytdim, ozgina vaqt beringlar. Shunaqa endi muammoga tushib qoldik. Birinchidan tergov 7-8 oy, lift 7-8 oy, har oy 400 million, 500 milliondan ko'payib, protsent mana shu darajaga kelib qoldik-da. Javob beraman bu, xudo xolasa. O'zi 6 oy degan edik, mana hali 5-6 oyimiz bor. Kreditlarni yopib, xudo xolasa hammasini yangi yilgacha oformit qilib beraman. Biz ushbu murojaatga yana qaytamiz. O'ylaymizki, yaqin kunlarda ushbu fuqarolarning muammolari mas'ul shaxslar tomonidan hal etiladi. Samarqanddan